eng qiziqarli joyi, bu xonadonning remontiga uyi narxidan ham ko'proq pul ketgan. Olmazor tumanida Riviera turar joy majmuasida 100 kvadratli obyektimizni skromniy remont qilib berganmiz. Keling, bitta obzor qilib ko'rsatamiz. Xonadonimizni kirish qismidan boshlab ko'rsanglar bo'ladi. Ushbu xonadonni birma-bir tanishtirib chiqaman va oxirida remontiga necha pul ketganini aytib o'taman. Xonadonimiz kirish qismi kengroq ko'rinish uchun hol bilan bitta qilib skriti eshiklardan foydalanib ketganmiz va ushbu xonadonimiz novostroykani burchak qismidaligi uchun bu uyda burchaklardan tashkil topgan ko'proq va biz bu burchaklardan o'rinli foydalanib bu yerga shkaf, kiyimlar ilish uchun va buni ichiga shitimiz, kollektorimiz, texnik zonani joylashtirib ketganmiz. Eshigimizni esa xonadondagi mebellar bilan bir xil qilib obshivka qilib berganmiz. Va bu yoqda ko'chadan kirganda kiyimlarni ust kiyim yechib ilishga maxsus veshilka va o'tirib oyoq kiyimlari kiyish uchun polkamiz. Bu yoqda o'zini chiroyli sensorlari bilan va uydan chiqishdan oldin bitta o'ziga qarab olish uchun chiroyli oynamiz sensorlari bilan qilib berganmiz. Xonadon egalari kenglik va yorug'likni yaxshi ko'rganligi uchun shunaqa kiraverishda katta holdan foydalanganmiz. Bu joyda devorlarimiz to'liq 100% hamma joy mebelli obshivka bo'lgan shpondan foydalanganmiz. Va bu qismimizda o'zgacha dizaynda qilingan, hamma joyda ham ko'rinmaydigan chiroyli mebel qilingan va o'zi butun uyimiz Alisaga ulangan, ya'ni umidom orqali boshqariladi va undan tashqari ushbu aqlli planshet orqali ham butun xonadonni har bir narsasini boshqarsa bo'ladi. Ya'ni chirog'i, konditsioner va topli pol qismlarini bitta shu planshetdan hamma xonadonnikini boshqarsak bo'ladi. Undan tashqari xonadon egalari kenglikni yaxshi ko'radi. Bu joyda ovqatlanadigan qismimiz, bu joy esa hol va bu yo'ni kerakli paytda ochiq foydalaniladi. Kerakli paytda uyga mehmon kelgan paytda buni skriti razdvijnoy eshiklar orqali bo'lib qo'ysak ham bo'ladi. Nima uchun? Ushbu holimizda hamma joy oynali bo'lgan sababi uyimizda tashqaridan to'g'ridan-to'g'ri yorug'lik yo'q. Tashqaridagi to'g'ridan-to'g'ri yorug'likni ta'minlash uchun biz shunaqa oynali eshiklardan foydalanganmiz. Hol qismimizda skriti eshik orqali umumiy sanuzelga kiriladi va umumiy sanuzelda qanaqa qulayliklar bor? Bu yoqda vannadan foydalanganmiz. Sababi men har doim tavsiya beraman. Umumiy sanuzelga vanna qilish bu juda ham qulay. Yosh bolalarni cho'miltirishga yoki boshqa narsalarga vanna qulay va bu yoqda bemalol ishlanadi. Cho'milgan paytda tashqariga suv sachramasligi uchun maxsus oynamiz ham spesialni qilingan. Cho'milgan paytda yopib qo'yiladi, kerakli paytda bu yoqga yig'ib qo'yiladi. Undan tashqari bu yoqda shkafimiz ichiga kir mashina, tepaga sochiqlar ilish uchun maxsus shkafimiz bor. Rakvina qismi ham juda ham keng qilingan va qulay. Sababi suv sachrasa, kir bo'lsa bemalol artib olinishi uchun qulay qilingan. Hamma aksessuarlarimiz dizaynga moslab qorasidan foydalanganmiz. Hol qismimizdan bu yoqda kichik zal, ya'ni ovqatlanish xonasiga o'tib ketiladi. Bu yoqda ham 100% mebelni obshivka qilingan. Bu yoqda ugolok mebelimiz bo'ladi. Bu yoqda oshxona ovqatlanish uchun va TV zonaga ham alohida e'tibor qaratganmiz. Bu joyda televizorimiz mebelni obshivka bilan bir xil bo'lgan, bo'rtib chiqib turmaydi. O'zini chiroyli sensorlari bilan va bu yoqda chiroyli polkalarimiz bor. Bundan tashqari bu yoqdan to'g'ridan-to'g'ri oshxonaga kiriladi. Buni ham eshigi ochilib, keng bitta qo'riladi. O'sha aytganimdek oshxona qismi ham burchakga joylashgan. Shunaqa bo'lishiga qaramasdan unumli foydalanganmiz. Hamma sharoitlarni qilib berganmiz. Bu yoqda ham mana burchakdan shunaqa foydalandikki, bu yoqga ham xaladelnik, kofe mashina va mikrovolnovkani chiroyli qilib akkuratni joylashtirib ketdik. Oshxonamiz birozgina kichkinaroq, shu sababli bu yoqga alohida rabochiy zona qilib berdik. O'zini bu yoqda rezitka включательlari bilan. Bu yoqda shaxta qismimizni ham chiroyli obshivka qilib berganmiz. Mana bunaqa oynali polkalarimiz chiroyli bo'lib turadi. Ayollar orzusidagi oshxona bo'lgan, menimcha hamma qulaylik, hamma sharoitlar bor. Bu xonadonda bitta spalni va bitta detskiy bor. Keling, detskiy bilan sizni tanishtirib chiqaman. Bolalar xonasida ikkita bola uchun maxsus spalni mebel va bu taraf butun xonadon uchun shunaqa katta shkafdan foydalanganmiz va bu yoqda bolalarga dars qilish uchun maxsus stol, kompyuter orqali bu yoqda foydalansa ham bo'ladi. Ushbu xonadonda spalniga alohida mehr berganmiz.
Spalniy mebelimiz o'zgacha uslubda qilingan. Orqasiga ham o'sha mebelni o'zidan obshivka va bu yoqda точный svetelniklari, o'zini maxsus tumbalari va televizor qismimizga ham alohida e'tibor qaratilgan. Venetsianskiy shtukaturkadan foydalanilgan va o'zini maxsus podsvetkalari, pad TVlari bilan. Va eng qiziq joyi, shkafimizda eshigini ochganimizda maxsus datchik orqali chiroqlarimiz yonadi. Ikkinchi eshik orqali esa skrytiy sanuzelga kirib ketiladi. Ya'ni hamma sharoitga ega sanuzelimiz joylashgan. Bu yoqda dushovoy kabina qilingan, unitazlari va bu tarafda rakvinalari, hamma sharoitlari qilingan. Spalniyda o'zini balkoni bor. Bu manzarani aniq bilaman, Toshkent City'da ham ko'rmaysiz. Kelinglar bitta sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yoqda Riviera Park, kanal va yaqinlashtirib bitta ko'rsatsangiz, to'g'rida telebashnya va orqasida tog'ni ko'ryapsizmi? Bu manzarani men aniq bilaman, Toshkent City'da yoki boshqa Novostroykalarda topolmaysizlar. Keling, o'sha eng siz kutgan joyi, ushbu uyimizga remontiga qancha pul ketdi? Ushbu xonadonimiz 100 kvadrat $72 ming ga xarid qilingan va remontiga bugunga qadar $90 ming pul ketdi.